sen, himoya sen, har neki muammo nihoyat sen, istiqlol ne'matin ilhoyat sen, ezgulik amallarning ham g'oyasi sen, xalqimning g'ururi, oru nomusi, ildizi mustahkam yurtim qomusi. Mamlakatimiz bosib o'tgan g'oyat murakkab va sharafli yo'l bosh qomusimizning hayot baxsh kuchi va ulkan salohiyatdan dalolat beradi. Muhtaram boshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan xalq bilan doimiy muloqotda bo'lish, odamlarni tashvish, muammolarni hal etish, ularni rozi qilish faoliyatimiz bezonaga aylanmoqda. Bugun Boyda tumani hokimligi, tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Xabarlaring bor, mana Konstitutsiyamiz yangi o'zgarishda fikr mulohazalarining haqiqiy xalqni fikri bilan yangilanib, yangi moddalar qo'shildi, mana yangi normalar, yangi insonni haqiqiy huquq va erkinliklarni amalda ta'minlaydigan normalar bilan yangilandi. Buni mana o'zlaring ommaviy axborot vositalarida, internet tarmoqlarida, maktablarda, institutlarda, o'qishlarda, ish jarayonlarida juda ham ko'plab ko'rinadi. Tadbir davomida tumanimiz faollari hamda sektor rahbarlari tomonidan juda ko'plab ma'lumotlar bilan birgalikda tumanimiz va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilgani 32 yilligi bilan samimiy tabrik va tilaklar bildirdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi har tomonlama tahlil etildi. Konstitutsiyaning asosiy g'oyasi inson va uning manfaatlariga xizmat qilish ekanligi alohida ta'kidlandi.